ilohiy tajalli qilgan bir muhitni barpo qilish orqali dunyo va oxiratning baxtlarga erishimiz lozim demoqchi. Jihad bilan niyat bor ekan, unda jihoddan oldin tayyorlik bo'lgan hijrat ham mavjuddir demak. Bu cinayi kılmışlık karşı turuştu ibaret, hakkani kurşun uzun yakacak aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyoncular. Yayınlanan sohbet programımıza kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli qarindoshlar, biz har qatimqi diqqatingizda bo'layotgandek har qatimqi programmamizda har haftada hurmatli jamoat arbobimiz Abduqodir Yopjon akamizni taklif qilyapmiz. Bugun ham qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz o'ziga. Rahmat, xush keldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli qarindoshlar, bugungi suhbatimiz ham Xitoyninki hozir bir qancha yildan buyon vatanimizda intan shiddat bilan elib berayotgan tashviqot hujumi, xalqimizni dinsizlashtirish, mayli millatimizningki yoshlari bo'lsin, qiyinlari bo'lsin, hozir bo'lgan to'lni kengaytirib, tajovuzlar hozir darajada mayli yoshlar soqol qo'ygan bo'lsin, yog'liq atgan bo'lsin, hammani tashviqot o'rinlarida burun faqat mahalla ko'ylardagi shu mahallaga qaraydigan shu qo'lcho'moqchilar bilan elib borgan bo'lsa, bugun uch qashqari holatda mayli tashviqot doirasida radio, televiziya, hamma yerda butun shahar, yez kentlardan tortib hammasiga bu xalqni qaymoqtirish uchun har xil faoliyatlarni o'rinlashtirib, xalqimizning engini burash, dinni butunlay yiroqlashtirish, xalq tarixdan buyon dinim bu bizning Uyg'urlarningki din demagan taqdirda milliy urf-odatga singib ketgan narsalarni tortib hammasini xurofotlik, butunlay qaloqliq shaklda ko'rsatib, xalqqa bugungi yosh o'sib yetilayotgan o'smirlarning ming'isiga bu xil san'at numurlari orqali ularning qalbiga, ularning zihniga butunlay bu xil sharmiy hayoni, adab axloqni bildiradigan, buni ko'rsatib beradigan, namoyon qilib beradigan dinimizning simvollari, dinimizningki farzlari bo'lgan bu narsalarning hammasini qaloqliq, jamiyatning oqiga qolganlik, radikallik, diniy zo'ravonlik shaklda ko'rsatib, keng ko'lamda tashviqot elib bormoqda, qadrli qarindoshlar. Bu hech bir mayli kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, xalqimizning hech biriga qorong'u bo'lgan masala emas. Mas'ul bo'layotgan narsa texnik bu Xitoyniki kuchlantirib elib berishi, hozir masalan vatanninki Xotandimi hozir shu soqol qo'ygan, yog'liq atgan, hijab atgan mushlarga 6 oydan 6 yilgacha qamoq jazosi hukm qilganligini Xitoy e'lon qilib, shuni ijro qilayotganligi xabarlari butunlay chiqyapti. Shu vatanning har qaysi joylarida hozir masalan itot o'rinlash, chumbiloqni qayribat, diniy zo'ravonlikqa qarshi turish nomida butun shahar, yezlarda itot o'rinlab shunday qilyapti. O'tganda ham masalan Kiriyaninki Kiriya noyasida hijab qo'l uzatgan bir yezi boshliqini tillagan Zuhragul Mamtimin ismli bir singlimiz ham hamshirimiz 3 yillik qamoq jazosi hukm qilinganligi, uni hozir shu nerede ekanligini uqmay ekansiz. Hozir Urumchidagi bir ayollar turmasi jazo muddatini ijro qildi degan oxirgi xabarlarda shu chiqyapti. Demak, Xitoy shunday abdi bashirisini ijro qilayotgan bu zo'ravonlikni kundan-kunga shunday razil shaklda elib beryapti, qadrli qarindoshlar. Butun dunyoning ko'zi oldida o'zi axborot, o'zi shu itot ishlatib turib, bugun burilmasanga biz undaq qilmadik, biz diniy erkinlik bor degan bu deb tashviqotini qilib turib, ichki jihatdan jazolab, ichki jihatdan bostirgan bo'lsa-mu, bugun dunyoning oldida butun o'zining axborotlarida, o'zining filmlariga chiqarib, o'zining qanday ishlarni qilayotganligini ochiq oshkora bildiryapti. Shu nuqtadan biz program boshlashdan burun Xitoyning shu o'zi butun shahar, har bir shaharlarda elib berayotgan itot faoliyatlardan faqat dengizning bir tomchi misolida bir qancha minutlik bir itotninki shu elib berayotgan zo'ravonlikni bildiradigan
bir qisqa bir filmni 4-5 minutlik bir film var. Bu film bir ko'rib o'tamiz, undan keyin suhbatimizni davomlashtiramiz. Qani marhamatli qitanglar ekranda bo'lsin. Voyey, 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 voyey. Voyey. Voycan, Recep keskin ha. Voycan. Keldim apa. Ha, keldim xinam. Uy, Recep iritirim deskan. Xinam. Choyga vargan hesap emas, zellaga hesap deptiken. Tas qudu degenning oldiga degen ay mushunda qo'yaveribdi. İliverdik taza. Voyey, voyey, voyey. Recep bir zındı qildi ya. Mening uludan neyim kem bor edi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kes apana ilirdi. Xinam, tusla. Voycan, voycan, voycan. Yozret, yozret. Choyga barsam, hemmelemninki killere og'zini mushunda yo'gib. Bek chiroyli o'tiribdi tas mushunda qilib. Ma mening uyimdagi xinam. He. Ishindaqlab juriydi. Xinam, tug'ib bo'lganingizda qayslar? Oshunda qiysiljima. Qayslar apa? Malikom kadrlari kunni uyimizga kelib, güzellik qurilish to'g'risida tashviqot ilib beryapti. Toromal atmanglar, jilbab kiyim kiymanglar, mask taqmanglar, g'ayri ro'pash bo'lmanglar deb kunni bizga tashviqot qilib, hatto bizga aktiv ovoz qo'shash güzellik qurilish to'g'risida qo'l qo'ydirib, va'dnoma ilib ketib bordi. Sinoch unda qilsam qanday bo'lar apa? Xinam, annan o'la beremdi, men beremdimi xinam? Mening gapimni anglayli juma, ul bizda rasul. Ha, mening gapim hisob. Qaysi apa? Partiya hukumatimiz nurg'unlagan yaxshi siyosatini bizning yaxshi siyosatini yo'lga qo'yib, xalq turmushini yaxshilash to'g'risida nurg'unlagan narsani beryapti. Nurg'unlagan uy boshib, hamma narsamiz o'ngishli qilib turyapti. Sizlarimiz bunda gapini anglamaylar. Hey tova, hey tova. Voy, men qarasa dadisa. Siz sotdin kelgandan beri tova deylar. Va zot nemish bo'ldi deb o'choq debman, ma chapallarini vesilib eslar, shuni qizib ketib boramlar ya. Men bulutda. Ha. Hammasi 80-yillarda, 90-yillarda tug'ilgan. Mosh bizning Rahmatjondek balla ekan. Hammasi hukm e'lon qilib kesib etdi. Voy, u balla nemish qilgan? Nemish qildi onasi? Yomon odamlarning keyniga kirib. Ha. Diniy targ'ibot bilan shug'ullanib, diniy asabiylik ideyasining qutirtishi bilan qonun xiloflik qildi deb hammani hukm e'lon qilib kesib etdi. Men qaranglar, bizning Ashvuqaq maldikiligi Ababek Rahim babasmi? Ha. Shuning o'g'li Yasin qari. Mush yosh baliq oz to'la diniy jihatdan dars o'tib ekan, uni 7 yillik kesib etdi. Ota-onasi Keseljon, balları çöçörüdek. Hey, bichara 10 kun etayotganda qandami qiladi deysizlar? Qandami qiladi? Nemish qiladi deymi oshadammi? Bu maktab yashidagi bolalarni bir onda o'qig'li qo'ymay, hep dek o'qitaman, oyat o'qitaman, degchi singanlarni yep jim o'tdan solmasmidi. Shuni danglar. Hey. Dadisa, mush partiya hukumatning bizga berayotgan bekorlik oshdan oshxaqning qo'zg'in esibdi juma. Men desam, bizning hozir nemimiz qandaymi? Mush partiya hukumatimizning biz dehqonlarga mushuna qilayotgan yaxshiliklari ozmi, ha? Mush yeslida bolalarimizni bakalıq o'qityotdi. Taq dehqonchilikning har xil to'liqlama yordam puli beryotdi. Mana davolanishimiz bakalıq, taqa tuvan turmush kafolat puli beryotdi. Qirg'onda beqini sug'urtisi degandaklarning hammasi beryotdi. Bu nima qiladi deyim bakaga. Bu beshini harjiq qilamdiganda bu xalqninki. Voy, onasi. Men shunga tova deyman emasman. Mana hukumatning bizga qilgan yaxshiligini sanab tugatkilib bo'lmaydi. Rost. Qaranglar, o'sha ota buvimizdan tatib, o'shundoq afzal sharoitni ko'rganman. Voy, ko'rmagan, dadisi ko'rmagan. Nima fikr qilmaydiganda bu xalq. Duridiga harom. O'kil degan shayton. Otasi, unda ne? Bir qancha kasal yatgan, salimiz saqayib ketibdi. Unda joylik qildi. To'liq qapil kelma, to'liq. Yallah, Xudoning qulida. Voy, bolam chapsan bo'l. Yalma otang bek og'izga chapsan bo'l. Duridiga harom. O'kildiga harom. Yana keldingizmi? Hurmatli o'zbeklar, bu qisqa itotni, ya'ni
Xitoy elib berayotgan bu rezil tashviqotni ko'rib o'tdik hammadan birlikda hurmatli Abduqodir Jon akasini ko'rib o'tdilar. Ya'ni Xitoy bir hisobda yana o'zining elib berayotgan ya'ni o'zi to'la inkor qildi ya bizda diniy erkinlik va deb. Bir hisobda o'zi bu itoat orqali o'zining ijro qilayotgan butun rezilliklarning hammasini oshkora e'tirof qiliqliq bir hisobda birinchi qilib uning keyindan xalqimizning shu eng oddiysi shu haptek o'tganligi uchun 7 yil kesib o'tganligi ochiq so'z aytib buni hammasi axborotga o'zi chiqargan bo'ldi bu itoat orqali ya'ni elib berayotgan rezilliklarning hammasini bir hisobda birinchi qilib e'tirof qiliqliq va vatanning ahvoli bu hamda buni ko'rib o'tla tashviqotni shunday elib beryotdi butun xalqimizning mang'asini yuvish uchun bunga sizlarga fikrlarni olsak marhamat. Aldı bilen elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi ve alihi ve ashabihi ecmain. Rabbena efir aleyna sabran ve sabbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Hürmetlik televizor ko'rayotgan bizning sohbatimizni yaqindan anglab va tadqiq qilayotgan barliq salih muttaqi qarindoshlarimizga va barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yuqoridagi itoatni ko'rib o'tdik endi. Oldi bilan biz bu itoatni ishlab chiqarayotgan, ishlayotgan barliq Sharqiy Turkistonlik vatandoshlar nomidan bu artistlarga ogohlantirish beramiz endi. Bunga diqqat qilish lozim. Xitoy majburiy buni mushuna tashviq qilsa deb majburlayotganligi aniq. Shuning uchun buni biz ma'zur deb qarashimizga to'g'ri keladi. Ama bu davamlaştırıyorsa onda deb qarashdan chiqib ketamiz endi biz. Teşviqat bugün bir millat kambasi bo'lmaydigan jalliq bir cho omilga aylandi endi. Bu jalliq omilni o'zini qutuldirish, o'zini qanday himoya qilish, o'zini qanday cho dunyo va oxiratning saodatiga erishish yig'ib aytganda o'zi davatgan bu millatni qanday qilib saqlab qolishdan iborat, qo'g'dab qolishdan iborat bir nazariya tashviqot elib beradigan jalliq maydon endi. Bu maydonni bugun millatni o'zini o'zi yo'qotishga tashviq qilishga elib beryapti. Xitoy bugun Sharqiy Turkistonda qilayotgan barliq jinoyatlarni, ya'ni Sharqiy Turkiston musulmonlarining, Sharqiy Turkiston xalqining tarixdan biricha e'tiqod qilib kelgan. Shundaqla dunyoda bir madaniyat shakllantirgan bu e'tiqodni yo'q qilish uchun harakat qilayotganligini davomli inkor qilib keldi. Dunyo musulmonlarga bugun bizda bunday ish yo'q. Biz hech kimni jazolamadik. Hamma narsa erkin deb turyapti. Hamda bugun sahnalarda film ishlash orqali Xitoy buni o'chirib o'tdi, buni qayd qilib tushirib olsam bo'ldi buni. Xitoy o'chirib o'tdi buni. O'zining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan jinoiy qilmishni e'tirof qilib shu sahnada tashviq qilayotganligini ko'ktib adamda bu. Nechog'ni ro'mol bilan apilishidi, soqol bilan apilishidi, dini bilan apilishidi, hafti kuni apilishidi, Qur'on bilan apilishidi desak biz unda qilmadik aytamiz. Bugun Xitoy bugun ochiq buni e'tikor qilib o'zining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan jinoiy qilmishini e'tirof qilib chiqibdi. E'tirof qilishdan tashqari tashviq qilyapti. Biz bu shunday jinoyat ishlayapmiz. Xo'sh. Endi masala shu. Bugun heptiyek o'qitayotganlarni 7 yil so'laganligini. Shunami? Xo'sh. O'qitganlarni so'layotganligini e'tirof qildi. Xitoy nechog'ni sen biz bunda qilmadik demadingmi? To'g'ri. Siz rezil. Buni shunga bizga hukumat deb bu hukumat degan bu lug'atni kir qilishni xohlamayman men shu. Bu Xitoyni
Başkaları hükümet deydi. Bu hükümet emez, bu qaroqchi, qip-qizil qaroqchi. Bunun qilayotgan Sharqiy Turkiston elib berayotgan qilayotgan ishlari qaroqchi, ya'ni jinoyatchi, o'g'ri, buğlangchimi bunday qilmaydi. Biz hech qatim dedik ya. Bir uyga o'g'ri chigan bo'lsa, mol mulkini elib chiqadi xolos. Xitoy bugun Sharqiy Turkiston xalqining mol mulki barliq narsani elib olgandan tashqari hamda ma millatning yo'qtiyotimi deydi. Şuna biz bu Xitoyning şu her narsaning dushmani deyishimizdagi sababdan biz şu. Bu bir medeniyet, ahlakning, insonlikning eng ashaddiy dushmani bu. To'g'ri. Endi Xitoy ikkinchi masala shu. Xitoy bizga cho qilmagan yaxshilik qilmi deydi. Ha, teşekkür ederim. Neymiş kılsa o yaxşılık mı? Bu biz eski tutsak, sen obdan tutsan, bu eski sen nimde yaxşılık kılgan bilip kaldın? Hem de biz bir yerde şunda bir narsani cakalaşka ve ilan kılışka halkımızı uqtirishga mükellef biz. Xitoy bilan bizning orliqimizdagi kurashning xarakteri zodi nima? Buni aydınlaştırib olishimiz kerak. Bunu davomli Xitoy bilan aramizda bir masala bo'lgan kunis nima deydi o? Turmush yaxshilandi deydi. Tarixdan beri Uyg'urlar buni. Tarixdan beri bunda yashab bakmagan. Bizga o'ysab turib olsa, unda qilib turib olsa, munda qilib turib olsa, hamma ishni qilib turib olsa, bugun yana nimamiz kam? Nima uchun bular qarıştırmaz deydi. Ma aqlsizlikni ko'rdingmi? Sen edemmi ya kalımı hayvan mı? Bu nima sen? Bizning hammadan qimmatli bo'lgan narsamiz mustaqil davlatimiz kam bizningki. Bizning kishiligimizni, izzat va sharafimizni, g'ururimizni va bizning kimligimizni bu millatni millat, vatanni vatan qilib turgan asosiy ruh, asosiy quvvat, ma'naviy kuch bo'lgan dinimizni kam qilyapti. Dinimiz kam bizning. Bugün Xitoy bilan bizning orliqimizdagi kurashning xarakter ochiq qilish, to'q qilish, yalang'och qilish ko'rish emas. Xitoy bilan bizning orliqimizdagi kurash Xitoyning Sharqiy Turkiston chegarasi tajovuz qilganlikdan iborat mujpili jinoyatga qarshimiz. İslam dininin dal ta'limoti bu. Küfrü senin jutunga, senin vataningga, senin ailengga, senin izzeting ve şerefingga ve gururunga, senin çoğu, seni millet kalıp tuğan, ümmet kalıp tuğan bir medeniyet var, o akide, o itikat. Bu bizde kem tamamen yok. Biz bugün insanlıkni, bizning kimligimizni yemek içmek bilen, kiyim bilen ölçeydigan bizning hayvan orada uçurup koyduğun artistlar özünün nimini teşvik kılıvatkanlıkını, nimigi davet kılıvatkanlıkını, özünün hayvanlıkı davet kılıvatkanlıkını mukmaydı. Xitoy özünü hayvanga o'xshash, her bir narsani yemek içmek bilen tushunadigan 4 putliq hayvanga o'xshash sen degan teşvikni qilsa, shuni qabul qilmoqchi ma millat? Sen hayvan mı deme bu? Senin bu yerdeki zıtın, gururun, namusun, vicdanın nerede kaldı? Seni bugün izzetlik ve şeref kılıp durduğun nan giymemez. Senin gururun, namusun, vicdanın. Senin akli hukukun. Bu nesinin hem lazım horlaş bedlige, defsendi kılıç bedlige, bunu yok kılıç bedlige, senin izzet ve şan şerifini defsendi kılıç bedlige, bugün koskum toydu. Uşam yalıngaç kanmadı, üyem çıraylı kolap gitti dep hayvan gibi de yaşamsa, bunu sen hakaret dep tonuştun onuğa, bugün bizge saadet dep tonuyduğun.
Bu hayvan mı yiyeceğiz? Hayvan mı kılmaydı senin davatkan, artistin davatkan gibi. Bu senin gibini anlap, muş artistin gibini anlap, numus kıp kaldım ben. Uvat kıs geldi hem de. Sen davatkan gepli Xitay mı demeydi ama kapır yiyecek mi demeydi bunu? Hayvan mı demeydi o? Senin vatanın ne? Sen tonumaydıgan. Xitay'ın tonu musun sen? Xitay'ın tonu musun sen? Kalsın tonuyuz Xitay'la. Sen bilmeydigan. Senin ölümünde ya toyanda. Hiç nesende yok bir mehluk. Sana deppägen nesini kusqun toğuzup koyduk boldu. Muşunun kusqunun toğuzuştun başka nesini oylamaysa hem hakkı dep yani muşunu teşvik kılışın orada çıqqagan bolsan seni kanda insanlıktan nesibisi var mehluk deyimiz hem de boldu. Şu barlık artistler, barlık sanatçılar bundak söz hareketlerden, bundak sahneге çıkıştan üzün tartışı lazım. Üçüncü doğru haram dedi. Okul haram, doğru. Bugün cemiyeti... Hey, töhmet ho. Bugün insanlık doktorxanasız yaşamaydı. Muhammed Aleyhisselam doktor yok yüzüdün çoğusunu köşep giden. Allah Teala her bir kiselini verdi, onun çoğu şifasının billi verdi dedi. Hadis bu. Ve sen kara töhmetini kılamsa, elbette senin darılarında zehir, düşmanlık kısmı buluşu tabi. Bunun elbette şu Müslümanlar bir mümin, Müslüman buluşumuz için saklanışımızı tekişlik mesele. Ama tüptün çoğu inkar kılığa hiç kim çıkmaydı ki. Şunu şifa izleş yolu da harak issek bulamdı o degen soraklık. Haramda şifa yok dedik ki. Muhammed Aleyhisselam. Şuna mı ya? Hoş. Haramda şifa yok dedi. Bugün sen haramda şifa yok degen buluşu mümkün.
qilmoqchi bo'lsang, qarshi tarafning cho barliq taraflarga hurmat qilib, buning izzati va sharifi bilan o'ynamay, buning izzati sharifini cho taximi ko'tarish, taximi taraqqiy qildirish, badligi do'stlik quramsa, buning izzati ve şerfi, namusi, vicdanı bo'lgan barliq qimmat qarashining hammasini yo'q qilib o'tib, eningki meni suysa deydi. Bayatın filmni ko'rdingmi? Sharqiy Turkiston xalqining Aşı filmga chiqqanlar kim desanglar 80-yillarda, 90-yillarda tug'ilgan odamlar. Hazır artistlik qilib chiqyapti. Ne? Yani 80-yillar, 90 yaşdan sonra baksa o da artistni. ...80 90 yıllarda tug'ilgan bola shunday qiladi deb. Ya'ni nima ish qilib qiladi deb buni ta'l qilib o'zining-chu bu yerdagi omilning mushuchu ko'ngilsizlik, tatsız ahvolning, tadqiqsiz ahvolning cho maydonga keltirayotgan omilning kim ekanligini Xitoy ta'l qilmay, bugunchu o'zi barliq zulmning hammasining badligi bizni suysa, bizni yaxshi ko'rsa, bizni himoya qilsa, bizni qo'g'daysa, bizni cho oldimizga chiqib ondan pashkal etib bizni iymon qilsa, sen bizni so'ygan bo'lishni deydi. Urudi, tillaydi, xo'rlaydi, mol mulkini elib oladi, barlig'ini cho o elib oladi. Aning cho qimmatli taraflarini hammani cho xo'rlab dafsanda qiladi. Buning badligi yana mushu to'g'ri, sendan yaxshi odam yo'q, sendan yaxshi maxluq yo'q, sendan yaxshi cho atalmış hukumat yo'q deb ashad usul o'ynab berish badliga endi bizning nima chiqamiz chiqsa, endi do'stligimizni qozondik demakchi. Bizning do'stligimizni qabul qildi. Sen bizga do'st bo'lgan bo'lsa deydi. Sencho desak, endi yana mushtanglaydi. Biz bu yerdeki meselelerini bayatın degendik. Biz nima uchun bu kuniga qoldik? Nima uchun bu tarjida Xitoy haddidan oshdi degan? Xitoyning barliq Sharqiy Turkistonda aminiyleştirib kelgan siyosat amr farmonlarining cho bu zulmlarning hammasi cho biz ko'z yumib, voy sen obdan, sen saxovatchi, sen yaxshi deb berganligimiz uchunlamida qilyapti. Qarshilik bildirmaganligimiz uchun. Endi bugungi bu qarshilik bildirish hareket qanday bo'ladi desak, aciz, jalliq bo'lmaydi. Aciz gapiryapmiz biz. Bizcho jalliqcho kelgan bo'lsak, musulmonlar, mujohidlar, haqiqiy mu'minlar, haqiqiy adalet ve haqqoniyatni da'vo qilayotgan qarindoshlarimiz mush haqqoniyatchiligimizni rostchil bo'lib Xitoydicho bu hareketni umumimizlik Sharqiy Turkiston musulmonlarining o'rtaq hareketiga, barliq dunyo musulmonlarining o'rtaq hareketiga, barliqcho shu bo'lgulikcho xalqning o'rtaq hareketiga, barliq insonlikning o'rtaq hareketiga aylantira oladigan bo'lsak, bugun Xitoy avadicho biz bilan chirib namoz o'qiydi Xitoy. Xitoyning 30% iymon etib qolib qoldi avada. Bugün hem de bugün iman etiştin onuğu koy. Bizning cho dinimizni, bizni İslamdan chiqarib etishga, aqidamizni yo'q qilib etishga, bizning cho dinimiz bilan cho aqida va e'tiqodimiz bilan yashashga, insonligimiz va musulmonligimiz bilan yashashga yo'l qo'ymayapti. Biz buning qarshi ajallik harakatni qilgan kunim, u anda demak bu eng ulug' dinkin. Amaliyotda ulug' bu. Bu insanlık, muştun işi de insanlıkını tapalaydı iken. İnsanlıkının aslı kıymetini İslam arkalı kolgu keltireleydikken de bizden burun çarpıldı bu. Muşundak bir kıymetlik dinimizi yok kılıp ötüşü arkalık bu milletli yeryüzünü yoktu ötemendeydi. Bu ham kıyal yitemeydi Xitoy. İnşallah biz bilen kim var? Allah var. Hakiki mümin mücahitler var. Allah'ın periştileri var. Biz muşakiden, muşiitkad arkalık Xitoydan ibaret bu cinayetçinin Sharqiy Turkistonda şu yaşashga imkon bermaymiz inşallah. Shuning uchun Sharqiy Turkistonda ma artistlik qilayotgan, san'atchilik qilayotgan mavla millatning cho
milliy irodasi, milliy kimligini qo'g'dab qolishdan harakat qilishni tashviq qilish kerakki, Xitoy taraf bo'lib tashviq qilishdan saqlanishi lozim. Rahmat, nəhayət yaxşı içib bəli. Allah razı olsun. Hörmətli izləyicilər, şuna qılıb bilən proqramımız müşahidə axırlaşdırıldı vaxt münasibət bilan. İnşallah yana bir qatım söhbətdə görüşkücə sizlərni Cənab-ı Allah'a tapşırırıq. Qadirli qardaşlar, həqiqətən axırda Abdülqadir Əbcənakimiz sözləb ötkəndək. Biz həqiqətən iğir, çidiğsiz, yəni görünüşdə ve tatlıvatkan ameli ahvalimiz hakikaten kalplerimizni içiştirdiğin şekilde reallıkımızda ait açık bir şekilde gidiyordu ama galiba çokum akıbette mutlak halette şu sabır kılıcılar şiddet karşılık körsetkiçler bilen birli bulduğallığı eyni hamimizge malum. Allah çokum bu kafirlerin bu elip beriyotgan bu zulümlerin ahırını keltirdiğin minutla bu kancha zulüm küçeygen seri zalimninki əcilinin şunca tez sürətdə toşuduğallığı taşqi görünüşü şunca güçlü görüngen bilen əməliyyatda o xuddi bir çoğun bir igiz tağının üstüdən ən çonqur hangi tez sürətdə bir taşını taşıversə qaysı şekilde düşüdü. Şu taşını bir muştumdaki bir taşını şu hangdan taşlıgan halatimizni tasavvur qilib bakaylı. Şu taş şu çonqur hangi qaysı tez sürətdə düşkən bolsa kafirning vayron bo'lishi qarab menayotgan surati uningdan tez holatda. Ammo musulmonlar yani biz tarix shunchalik uzun bo'lganligi uchun yani tarixning ko'zi bilan qaragan vaqtida bilgan masalan bizni qancha yildan buyon bir qancha 100 yildan buyon shunchalik zulm qilayotgan bo'lsa, bu tarixning ko'zi bilan qaragan vaqtidagi bu necha 100 yillik narsami? Bu milyonlagan, minglagan yillardagi tarixning oldin necha minutlik hisob emaskanda bu narsamda. Emniyette zalimninki görünüşte bu Müslümanlar şunçilik harap, veyran, aciz bu şekilde bu nimişqi nusret gelmedi, nimişqi aciz bizde bir xil tushkunlashib qoldigan ahvol kelib qoldi ba'zi vaqtida. Ammo bu narsa qat'iy musulmonninki nimasi kelmaslik kerak, e'tiqodiga ingaga chuqum Allah har qanday vaqtda mu'minlar bilan o'ziga ibodat qiluvchilar, o'zi tarafda to'g'richilar bilan birga ekanligi aniq. Hargiz ularni tashlab etmaydi. Faqat bizlam shu Rabbimiz tarafda tura olsak, o kafirninki vayron bo'lish qarab menayotgan hozir hali ham mushu sekund, mushu daqiqalarda o kafir yuksilishga emas, bizning ko'zimizda insonlarning ko'zi 4 kunlik bilan yuksilishda ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Ammo Allohning taqdirida, Allohning kitobida, Allohning oldida yuksilishga emas, vayron bo'lish qarab shu hangdan tashlab etgan tashqi o'xshashda surati menayotdi. U mutlaq ishonishimiz kerak. Chuqum vayron bo'ladi. Bizlam Allohga yaraydigan, biz sağlam mu'min bo'lgan vaqtimizda bunun vayron bo'lish surati, vayron bo'lish vaqti texinbakti menishi aniq masala. Allah bu kunlarga yetkazishni Allohdan tilaymiz. Yan bir qatim ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Assalomu alaykum. İlahi tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtlarına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mevcuttur demek. Bu cinayet kılmışlık karşı turştu ibaret, hakkani görüşünü duyacak aldı.